Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Hop, ekraningizda ko'rib turgan inkubator Orzu 50 ta tovuq turlariga mo'ljallangan to'liq avtomatlashgan inkubator. Bu inkubatorimiz akkumulyator va 220 dan quvvatlanadi. Siz agar uyingizda bir ortiqcha akkumulyator, bu akkumulyator avtomobil akkumulyatori, o'zimiz avtomobilniki 70 amperlik akkumulyator. Mana shunday 70-80 lik akkumulyatorlar ertalabdan kechgacha mana shunday 50 talik yoki mana bu 70 talik inkubatorlarda bemalol ushlab turaveradi. Bemalol ukalar, akalar, e'tibor beringlar azizlar mana. Akkumulyatorimiz bormi? Yaxshi zaryad qilib, mana zaryadini mana buni ulashim bilan, mana akkumulyatorni ulashim bilan mana ko'rsatadi mana. Hozir akkumulyatorga ishlagani yo'q. Ko'ryapsizmi? Mana hozir bunda 11 volt zaryadi bor ekan, sal pastroq ekan. Endi qarang mana. O'chiraman 220 mana. O'chiryapman mana 220 o'chirdim. Akkumulyatorga o'tdi birodarlar, e'tibor bering. Mana qarang mana, o'chiryapman akkumulyatorni mana. Mana. Uzdim akkumulyatorni. Mana ulashim bilan yana mana ko'rsatadi va inkubator ishga tushiradi. Akkumulyator to'liq akkumulyatordan quvvatlanyapti mana. 11 voltdan sal pastga tushib oldi. Chunki qizdirish elementi ichidagi spiral yoniq turibdi. Spiralning yoniqligini aniqlash mana bu qizil chiroqchadan bo'ladi. Mana o'chdi hozir spiral, o'chirdi. Akkumulyator yana sal beroqqa siljidi. Quvvati. Aziz birodarlar, hozir inkubator to'liq akkumulyatordan ishlayapti. Endi esa 220 ni ulayman. Mana 220 ni ulash, ya'ni ichidagi sten, ventilyator ishga tushadi. Mana uladim. Hozir esa to'liq inkubator 220 dan quvvatlanyapti. Akkumulyatorni mana uzib qo'ysam, mana o'chdi, ko'rdingizmi mana. Doim ulab qo'yasiz agar lishniy akkumulyatoriz bo'lsa, sizda hech qanday xavotirga o'rin bo'lmaydi-da. Svet o'chdi, nima qilaman endi, akkumulyator topishim kerak demaysiz. Akkumulyatorga ulaysiz, bo'ldi, ishingizni qilib yuraverasiz. O'zi akkumulyatorga o'tadi, svet kelgandan keyin 220 volt kelgandan keyin yana akkumulyatorni uzib qo'yadi. E'tibor bering, qanday kelib baytam birov uzmaydi. O'zi uzadi ichidagi relaylar uzib qo'yadi. Siz bu inkubatorda to'liq avtomat, tuxumlarni o'zi aylantirib turadi. Hech qanday bir mashmasha, hech qanday bir xavotir joyi yo'q. Mana ushbu inkubatorimiz Qo'qon shahriga, Toshkentlik Guzar mahallasiga tayyor qildik. Inshaalloh bugun olib ketishadi mana. Ko'ryapsizlar, Toshkentlik Guzarga. Tovuq tuxumiga olishdi. Inshaalloh mana inkubatorlari tayyor bo'ldi. Juda ham kompaktli, chiroyli inkubator. Aziz birodarlar, Qo'qon Toshkentlik Guzarga inshaalloh egalari olib ketadi bugun. E'tibor bering, inkubator Orzu. Qiziqtirgan savol-javoblar bo'lsa, Telegram yoki WhatsAppda aloqaga chiqishingiz mumkin.